torda mod bo'layotgan lazcı çöpkü qaranglar ha. Çoğunluğa adashmay ichiga chirib o'tirib yeymi buni. Bek cho'nkan bu. Mavu tuqqanlarni bir kang yesin deb to'rt tarafda o'tgan tuqqanlar u bosh deysin, bu bosh deysin bir qo'llari yetkidek. Lekin rasmiy o'xshab elashtirib bir kang yesin deb qo'yatdik ya. Hem dadaş bu tamaq pek yaxshi o'pdi, tamaq o'xshabdi. Lekin ma to'xu go'shi ham Mağaret sırtın toğ göğüşten korkmayın çoğu çünkü toğ göğüşü yap nurgun ösme bazı gap desek bulmaydı mı ya da uçunu tutar şu an bu toğ göğüşü de bekçik zerlin kitap var çok haklı şu an bu toğun ekki göğüşünün yaxsın tallap işençilikine kiliş menbesi yaxşı olmaya kıyıp kalsa yanı bulmaydı çoğu başkalığı ziyan keşke kan bulunuz pul tapımızda şu an bu toğ göğüşünün ekki kandarakını ekili vatisler dedim buradan deppegen tanımama şu an pat kelib tapenci yeb ketdi. Şu adashim. Başqalarning fuqarosi. Hamda biz şu jamoatda mashxonasini ochgandan beri men hamda şu yemek ichmakda şu tamoqqa akagan materialga qo'ygan o'lchimim borchu. Cho'qim o'zimizga 100 kiloligidek holatda. Bu pul tepishni birinchi o'rin qo'ymadik desak, nurg'un odamlar voy menga bu deyish mumkin. Biz kasbni yaxshi ko'ramiz mush kasbni. Şu an o'zingizlar ko'rdinglar bunda bir uy tamoqxonasida mushkul holatda bir bezab aytib qilyapmiz, savdolarimiz yaxshi bo'ldi, tuqqanlar yaxshi qo'llayapti. Bu to'g'ri go'shi hamda har kuni shu suyib, yang suyib akilmiz anonikin beqilishi mendayin yaxshi. Buni yana ayrim bilan tartib to'g'ri. Azinniki o'zguchlik tam, o'zguchlik sifat olur ekan. Qimmatroq salamda. Hamda qimmatchiligi bor ekan. Bu mavi bir taqsi to'g'rimizda bizga asos jihatdan jiq foyda qilmaydi adash buni surishti qilib kelsak-chu. Biz buni nima qilmaymiz, oldikayni demaymiz. Tuqqanlar bir yeb bir xo'sh bo'lsa. Qancha satdik buni? Maniki 118 qo'ylig'i bor. Andikin sal bir ikki odam kirib qolsa 88 qo'ylig'i bor. Ikki xil qilib qo'ydik. 118 qo'ylig'ini 1 kilo 800 go'sht bilan gushunbakchiq chiqadi. Ama 88 qo'ylig'ini yesimi bo'ladi. Ish qilib bir xotirjam bo'lib yurkin to'q qilib kelib, mushu bir oylik ishlari oiladigilarni ilib bir qatim yeb yiqishga arziydi deb o'ylayman. Hozir mushu torda modulayotgan ham boshqalar bek yeyotgan lazcı çöp mushu kaman funjiqdim ko'rishimcha hozir. Sizlarga tavsiya qilaman, jamaatim kasanglar bo'ldi. O'rnini bir davetlar. O'rni davan Fukan Gotsi Xojin qo'yandan yendiki ash jamaatim deya oshxona shu. Sizlar har vaqt jamaatimda shunday o'xshagan tamoqlarimiz bilan saqlaymiz hamsa. Lekin rasmiy o'xshab tamoq, oshxonadagi eng o'xshagan tamoq mushib qolamdi deyman. Qolganni xaridorlar o'z baho bersin. Yeah.